Assalomu alaykum. Bugungi videomiz Afg'onistondagi juda muhim va og'riqli mavzu Tolibonning Shimoliy Afg'onistonda amalga oshirayotgan etnik tozalash siyosati haqida bo'ladi. Biz tarixiy asoslardan, bugungi vaziyatdan va xalqaro jamiyatning bu boradagi sukutidan bahs qilamiz. Tolibon harakati 2021-yilda Afg'onistonni egallaganidan so'ng mamlakatda yangi tartib o'rnatishga kirishdi. Ammo bu tartib ko'plab millatlar uchun qatag'on va ta'qiblarni anglatardi. Bugun aynan o'zbeklar, tojiklar va turkmanlarning qaysi sabablar bilan nishonga olinganini, qanday siyosiy o'zgarishlar sodir bo'layotganini muhokama qilamiz. Tarixiy asos va Tolibonning rivojlanishi. Tolibon 1994-yilda tashkil topgan bo'lib, dastlab Pushtun millatchilarining harakati edi. 1996-yilda ular Afg'onistonni egallab, shariat asosida davlat tuzdi. 2001-yilda AQShning Afg'onistonga kirishi natijasida Tolibon qulatildi. Biroq 2021-yilda yana hokimiyatni qo'lga kiritdi. Tolibonning asosiy maqsadi Afg'onistonni faqat Pushtun yetakchilari orqali boshqarish. Tarixan Shimoliy Afg'oniston o'zbeklar, turkmanlar va tojiklarning hududi bo'lib kelgan. Tolibon esa ushbu mintaqani o'z nazorati ostiga olish uchun siyosiy va harbiy usullarni qo'llayapti. O'zbeklar, tojiklar va turkmanlarga nisbatan bosimlar. Tolibon tomonidan nishonga olingan o'zbek va tojik qo'mondonlari qo'zg'olonlari etnik nizo. Tolibonning asosiy strategiyalaridan biri o'zbek, tojik va turkmanlarni kuchli harbiy siyosiy lavozimlardan chetlatish. Tolibon 2021-yil sentabrdan boshlab o'z saflaridagi no-pushtunlarni yo'q qilishni boshladi. Ko'plab o'zbek va tojik qo'mondonlari qatl etildi yoki hibsga olindi. Kichik lavozimdagi no-pushtunlar sukutga keltirilib, Tolibonlarning qattiq nazorati ostida qoldi. Shu bilan birga Tolibon Shimoliy Afg'onistondagi aholining aksariyat qismini qishloq xo'jaligi yerlari va uylaridan majburan chiqarib yubordi. Qushtepa kanali loyiha va uning siyosiy maqsadi. Tolibonning eng katta loyihalaridan biri Qushtepa kanali Amudaryo suvini Qunduz hududlariga oqizish loyihasi. Rasman bu loyiha qishloq xo'jaligini rivojlantirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Aslida esa bu hududlarni pushtunlar uchun yashashga yaroqli qilish va ularni Pokistondan ko'chirish rejasi. Xaybar Paxtunxva hududidan minglab pushtun oilalari Shimoliy Afg'onistonga ko'chib kelmoqda. Bu jarayon no-pushtun xalqlarining mintaqadagi ahamiyatini kamaytirish, ularning yerlarini bosib olishga qaratilgan. Bomiyon va Markaziy Afg'onistonda majburiy ko'chirishlar. Bomiyon viloyati Hazoralar tarixi Tolibon rejimi ostidagi hujumlar. Tolibonning qatag'on siyosati faqat Shimoliy Afg'oniston bilan cheklanmaydi. Markaziy Afg'onistonda Hazoralar yashovchi Bomiyon viloyati ham nishonga olingan. Hazoralar tarixan Tolibonlarga qarshi bo'lib kelgan va aynan shu sababli ularning yerlari tortib olinmoqda. Hazoralar hozirda mintaqadan majburan chiqarilmoqda yoki o'z uylarini tark etishga majbur qilinmoqda. Tolibonning yangi yer siyosati va milliylashtirish loyihalari. Tolibonning chiqargan yangi qonunlari yer milliylashtirish jarayoni xalqaro hudud bilan solishtirish. Tolibon qishloq xo'jaligi va uy joylarini milliylashtirish haqida yangi qonunlar chiqardi. Bu qonunlar asosida davlat bu yerlarga egalik qilish huquqiga ega bo'ldi. Natija Shimoliy Afg'onistondagi minglab oilalar o'z yurtlaridan haydab chiqarilmoqda. Bu jarayon xalqaro huquq normallariga to'g'ri kelmaydi. Ammo xalqaro hamjamiyat bu borada jim qolmoqda. Xalqaro hamjamiyatning sukuti va kelajakdagi xavflar.
xalqaro hamjamiyatning jimligi, BMTning beqaror pozitsiyasi. BMT va inson huquqlari tashkilotlari Afg'onistondagi holatni kuzatish bilan kifoyalanmoqda, ammo real harakatlar sezilmayapti. BMTning Afg'onistondagi faoliyati ko'proq gumanitar yordamga qaratilgan, ammo Tolibonning etnik tozalash siyosati bo'yicha aniq bosim yoki sanksiya qo'llanilmayapti. Jahon hamjamiyati Tolibonni tan olish yoki izolyatsiya qilish o'rtasida ikkilanmoqda. Bu esa no-pushtun millatlarining ahvolini yanada og'irlashtirmoqda. Turk dunyosining roli faol qo'llab-quvvatlash zarurati. Turkiya va boshqa turkiy davlatlar, ayniqsa Ozarbayjon, Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston Afg'oniston shimolidagi etnik o'zbek va turkmanlarga tarixiy va madaniy jihatdan yaqin. Bu davlatlar ayniqsa Turkiya BMT orqali yoki mustaqil ravishda Tolibon siyosatiga bosim o'tkazishi kerak. Turk dunyosining sukuti nopushtun aholiga nisbatan zulm va majburiy migratsiyani yanada kuchaytirishi mumkin. Tib va diplomatik missiyalar orqali bu masala ko'tarilishi lozim. Chunki bu faqat Afg'onistonning ichki muammosi emas, balki mintaqaviy beqarorlik tahdidi hamdir. Shimoliy Afg'onistonning pushtunlashtirilishi, demografik xavf. Tolibon uzoq muddatli strategik siyosat yuritmoqda. Uning asosiy maqsadi Shimoliy Afg'onistonning demografik tarkibini o'zgartirish va no-pushtunlarni siqib chiqarish. Qushtepa kanali loyihasi bu siyosatning aniq ko'rinishi bo'lib, ushbu hududlarni pushtunlar uchun yashashga yaroqli qilish maqsadini ko'zlaydi. Agar bu jarayon davom etsa, o'zbek va turkmanlar tarixiy vatanlarini yo'qotishi mumkin va ular mintaqadan butunlay siqib chiqarilishi ehtimoli bor. Markaziy Osiyo uchun xavflar. Potensial beqarorlik. Agar Afg'oniston shimoli butunlay pushtunlashtirilsa, bu Markaziy Osiyo davlatlariga katta muammolar tug'diradi. Noqonuniy migratsiya. Minglab no-pushtun qochoqlar O'zbekiston va Turkmanistonga ko'chib o'tishi mumkin. Xavfsizlik tahdidlari. Tolibon mafkurasi chegaralarini kesib o'tishi va radikalizatsiyani kuchaytirish ehtimoli mavjud. Suv va iqtisodiy resurslar ustidan kurash. Tolibonning Amudaryo suv resurslariga ta'siri O'zbekiston va Turkmanistonning qishloq xo'jaligiga zarar yetkazishi mumkin. Bu jarayonga qarshi choralar ko'rilmasa, Markaziy Osiyo mintaqasi beqarorlik girdobiga tushishi mumkin. Xulosa: xalqaro hamjamiyat qanday harakat qilishi kerak? BMT faqat inson hududlari buzilishlarini qayd etish bilan cheklanmasligi, balki real sanksiyalar qo'llashi kerak. Turkiya va turkiy davlatlar diplomatik va iqtisodiy yo'llar orqali Tolibonning siyosatiga ta'sir o'tkazishi lozim. Markaziy Osiyo davlatlari O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Afg'onistondagi jarayonlarni faqat tomoshabin sifatida kuzatmasligi, balki faol harakatlar bilan mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlashi kerak. Aks holda Shimoliy Afg'onistonni butunlay yo'qotish xavfi mavjud. Bu esa tarixiy va madaniy jihatdan qaytarib bo'lmas jarayon bo'ladi. Bu masala shunchaki Afg'onistonning ichki muammosi emas. U butun Markaziy Osiyo va Turk dunyosi uchun strategik xavf tug'diradi. Yakuniy xulosa: xalqaro hamjamiyat harakatsiz qolsa, mintaqa kelajagi xavf ostida. Afg'onistonda Tolibonning shariat qonunlari ostida olib borayotgan siyosati nafaqat mamlakat ichidagi millatlar uchun, balki butun Markaziy Osiyo va Turk dunyosi uchun katta xavf tug'diruvchi geosiyosiy jarayonga aylandi. Shimoliy Afg'onistonning pushtunlashtirilishi etnik xavf
Shimoliy Afg'oniston tarixan o'zbek, tojik va turkmanning yeri bo'lib kelgan. Ammo hozir ushbu hududlarda pushtunlarni joylashtirish bo'yicha tizimli strategiya amalga oshirilmoqda. Tolibonning Qushtepa kanali loyihasi ham aynan shu siyosatning natijasi bo'lib, bu hududni pushtunlar uchun yashashga qulay joyga aylantirish maqsadini ko'zlaydi. Nopuштун xalqlarning siyosiy va harbiy yetakchilari o'ldirilmoqda yoki lavozimlardan chetlatilmoqda. Oddiy aholiga esa bosim o'tkazilib, ularning hududlarini tark etishga majbur qilinmoqda. Agar bu jarayon davom etsa, Shimoliy Afg'oniston butunlay pushtunlashib, o'zbek, tojik va turkmanning tarixiy yeri qo'ldan ketishi mumkin. Markaziy Osiyo va Turk dunyosining geosiyosiy xavfi. Tolibonning etnik siyosati Markaziy Osiyo davlatlari, ayniqsa O'zbekiston va Turkmaniston uchun bevosita tahdid tug'diradi. Chunki minglab qochqinlar ularning chegaralariga bostirib kelishi mumkin. Tolibon mafkurasi faqat Afg'oniston bilan cheklanmaydi. U O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston va Qirg'izistonda radikalizatsiya jarayonlarini kuchaytirishi mumkin. Suv resurslari uchun yangi mojarolar boshlanishi ehtimoli bor. Amudaryo suvi Tolibon nazoratiga o'tsa, bu O'zbekiston va Turkmanistonning qishloq xo'jaligi sektoriga zarar yetkazishi mumkin. Turkiya va boshqa turkiy davlatlar ham bu masalaga e'tibor qaratishi shart. Aks holda Afg'oniston shimolidagi nopuштун xalqlar qirg'in yoki majburiy ko'chirishlar natijasida yo'qolib ketishi mumkin. Xalqaro hamjamiyatning harakatsizligi tarixiy xato. BMT va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Tolibon siyosatiga real bosim o'tkazmagan taqdirda bu amaliyot butun mintaqaga tahdid soluvchi doimiy muammoga aylanadi. Tolibonning harakatlarini xalqaro bosimsiz qoldirish bu ularning bosqinchilik siyosatini yanada jadallashtiradi. BMTning inson huquqlari masalasida sustligi, real harakatlar yo'qligi sababli Tolibon yanada kuchaymoqda. Agar dunyo jamoatchiligi jim tursa, Shimoliy Afg'onistonni butunlay yo'qotish ehtimoli kuchayadi. Mintaqaviy va global xavfsizlikga Tolibon Afg'onistonni izolyatsiya qilingan ekstremistik davlatga aylantirmoqda. Bu jarayon davom etsa, O'zbekiston va Turkmaniston Tolibon mafkurasining ta'siriga tushishi mumkin. Bu esa diniy radikalizatsiyani kuchaytiradi. Shimoliy Afg'oniston yo'qolsa, bu mintaqadagi geosiyosiy muvozanatni butunlay buzadi va mintaqaviy urush ehtimolini oshiradi. Xulosa, nimani qilish kerak? BMT Tolibon rejimiga qarshi aniq siyosiy va iqtisodiy choralar ko'rishi kerak. Shunchaki kuzatuv bilan cheklanmasligi lozim. Turkiya va boshqa turkiy davlatlar diplomatik bosimni kuchaytirishi, Tolibonning Shimoliy Afg'onistondagi etnik siyosatiga ochiq qarshilik bildirishi lozim. Markaziy Osiyo davlatlari mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlash uchun o'zaro strategik hamkorlikni kuchaytirishi shart. Tolibonning migratsiya va suv resurslarini nazorat qilish harakatlariga qarshi xalqaro kelishuvlar ishlab chiqarishi zarur. Jahon hamjamiyati sukut saqlashni bas qilishi va bu muammo global xavfsizlik masalasi ekanligini tan olishi kerak. Aks holda Shimoliy Afg'oniston butunlay pushtunlashib, nopuштун xalqlar yo'qotilishi mumkin. Bu esa Markaziy Osiyo va dunyo uchun katta geosiyosiy beqarorlik tug'diradi. Siz nima deb o'ylaysiz? Kanalimga obuna bo'lishni unutmang va videoga like bosing. Izohlaringizni kutib qolaman.